Saturn bizning quyosh tizimimizda ehtimol o'zining go'zal halqalari bilan qolgan sayyoralardan ajralib tursa kerak. Lekin taxminan 434 yorug'lik yil uzoqligida Markab yulduz turqumida haqiqiy halqalar hukmdori mavjud. Uning halqalari Saturnnikidan qariyb 200 marta kattaroq. Diametri esa taxminan 120-180 million kilometr. Tasavvuringiz uchun bu yerdan quyoshgacha bo'lgan masofa. Bu go'zallikning nomi J1407b. Afsuski biz J1407b ni ko'z bilan bevosita kuzata olmaymiz. Hatto so'nggi teleskoplar bilan ham biz uni soyasini ko'ra olamiz xolos. Agar Saturnning halqalari shunaqa katta bo'lganida, u bizga shunday ko'ringan bo'lar edi. U tungi osmonimizni yanada go'zal qilib bezab turgan bo'lardi. Va misoli galaktikadek. Uni ilk bor 2007-yilda Ispaniyaning Kanar orollaridagi Supervosk teleskopi payqab qolgan. Teleskop J1407 yulduzini yorug'ligini o'lchab o'tirgan bir paytda birdaniga yulduz 95% ga xiralashgan va bu 56 kun davom etgan. Olimlar juda hayratda edi, chunki odatda oddiy sayyora yulduzning oldidan o'tib ketayotganda bunday effekt kuzatilmasdi. Keyin aniqlashligicha qahramonimiz o'zini ulkan halqalari bilan yulduzni bamisoli pardadek to'sib qo'ygan ekan va bu maxluqqa 2012-yilda nom